Hammalar o'zining avlodining sog'lom, aqlli, zerek bo'lib cho'ng bo'lishini umid qildi. Tövəndə biz bir qancha bolalarni dötləştirib qoyduğan amillarni deb o'tamiz. Birinchi, uzun muddat ziyoda to'yinib g'izalanish. Tamoq yeb to'ygandan keyin cho'ng mengidagi ba'zi moddalar ko'rinarli ko'payib ketadi ekan. Bu moddalar qilqan tomirlarda yog' ko'payishiga sababchi bo'lib qilib, arteriya tomirining but qisman qetishini yuz berdi ekan. Agar uzun muddat to'yinib g'izalanganda nerv arteriyasining qetishini keltirib chiqarib, cho'ng mengining iqtidorini baldurlar chekindirib qo'ydi ekan. İkinci, balalarning atyan tamoqqa sal qarash. Atyan tamoq yemagan kishining qon shakarining tovanlab badanning bo'libmi mengining ozliq bilan ta'minlashi yetarsiz bo'lib qoldi ekan. Bu uzoqqa so'zilsa cho'ng mengining normal taraqqiy qilishiga ziyonli ekan. Uningdan boshqa atyan tamoqning sifati va miqdori aql iqtidorining taraqqiyotiga muzdish munosabatli ekan. Tadqiqotlarga asoslanganda odatda yuqori oqsilliq yemeklarni nashli qilgan balalarning darsxonadagi tafakkuri uzoqqacha eng yaxshi bo'ldi ekan. Biroq donliq ochliq balalarning kayfiyati va zehni kuchini tuvandidi ekan. Üçüncü, tatlı yemeklikning miqdori eshib ketish. Tatlı yemekning miqdori eshib ketgan balalarning ko'p ahvollarda aql bo'linmasi va taraqqiy qilishi nisbatan tuvan bo'ldi ekan. Tatlı yemeklarning ishtahini tuvandidi ekan. Bu sababli menga kerak bo'lgan boshqa ozuqlarni qabul qilishga ta'sir etadi ekan. Shunga kunlik turmushda tatlı yemeklarning miqdorini kontrol qilish kerak ekan. To'rtinchi, uyqusi yetarli bo'lmaslik. Cho'ng mengning g'arg'anlikni tugatishga asosli usuli uyqu. Uyqu uzun muddat yetarsiz va sifati tuvan bo'lib qolsa, menga hujayralarining chekinishini tezlatadi ekan. Aqlli kishilarni galvanlashtirib qo'ydi ekan. 5. Az gap qilish. Cho'ng mengida maxsus til tovush rayoni bo'lib, doim gap qilish cho'ng mengining yetilishini tezlatib, cho'ng mengining iqtidorini chiniqtirdi ekan. So'zning mazmunini mo'llashtirib, falsafiylik va logiklikni bir qadar kuchaytirdi ekan. Kunda jimg'ur kulmaydigan bolalarning aqlli bo'lish natayin ekan. 6. Bulg'angan havo. Cho'ng menga butun badandagi oksigenni xo'rtadigan eng cho'ng a'zo bo'lib, butun badanga ketadigan oksigenning %20 dan ortiqrog'ini menga ishlatadi ekan. Faqat yetarlik oksigen bilan ta'minlanganda cho'ng mengining xizmat unumi yuqori ko'tarildi ekan. Menga ishlatish vaqtida o'g'inish muhitining havo tozaligiga alohida ahamiyat berish kerak ekan. 7. Menga ishlatishni xohlamaslik. Fikir yurgizish cho'ng mengini chiniqtirishning eng yaxshi usuli. Mengini ko'proq ishiltish, pat-pat fikr qilib berish bolalarni aqlli qildi ekan. Hisob ishlash, rasm shakllarini chizish bularning ichidagi eng yaxshi usullardir. Aksicha mengini ishlatmaslik ahvoli cho'ng mengining chekinishini tezlatdi ekan. Aqlli bolalarni dötlashtirib qo'ydi ekan. 8. Kasal turibmi menga ishiltish. Badan betob yoki og'rib qolganda zo'r o'g'inish qilsa, unumi tuvan bo'lib qolmasdan cho'ng menga osonla zaxm uchraydi ekan. Yuqorida balalarni dötlashtirib qo'ydigan ba'zi omillarni tilga olib o'tdik. Balangizni texim aqlli bo'lsin desangiz, atrofdagi bu omillarni tepib chiqing va yaxshilashga tirishing.